Assalomu alaykum azizlar. Demak, A++ kitobimizning 3-savol turlarini davom ettiramiz. 71-savoldan. Xo'p. Bir ishni 3 ta usta va 5 ta usta 20 kunda tamomlaydi. Demak, 5 ta usta 20 kun ishlasa, bir ish yakunlanar ekan. Demak, ustaning unumdorligi 1/100 ni beradi. Endi xuddi shunday 5 ta shogird ishlasa 30 kunda o'sha ish yakunlanar ekan. Demak, bitta shogirdning o'zi unumdorligi 1/150 bo'ladi. Biz aytayotgan ikkita usta va ikkita shogird bu ishni necha kunda tugatadi? 2 ko'paytirilgan usta plyusdan shogird ko'paytirilgan t vaqt teng 1 kun bitta ish tugashi kerak. Demak, 2 ko'paytirilgan ustaning unumdorligi qancha edi? 1/100. Shogirdnikichi? Ko'paytirilgan t vaqt teng 1. Ko'paytmasi ichini umuman qancha bo'ladi? 300 mi? Xo'p, 300 bilan soddalashsa 150. Bunga nechtadan beramiz? 3 tadan bunga 5/150 qoladimi? Ko'paytirilgan t teng 1 ga. T teng necha bo'ladi? 30 bo'ladi, to'g'ri. Keyingisi. Xo'p, 72-savol. Velosipedchi har kuni A shahardan B shaharga bir xil vaqtda yo'lga chiqadi. Agar velosipedchi birinchi kuni 20 km tezlik bilan harakatlansa, belgilangan vaqtdan 10 daqiqa kechikib boradi. Endi v tezlik bilan t vaqtda s masofani bosuvchi kerak, to'g'rimi? Xo'p, endi 20 tezlik bilan belgilangan vaqt t bo'lsin, 10 minut kechiksa, endi 10 minut qo'shamizmi, ayiramizmi? Qo'shiladi. Qo'shamiz, soatga aylantirsak 10 minutda 1/6 bo'lib qoladimi? Teng s masofani bosib o'tar ekan. Endi 10 minut 10 daqiqa kechikib boradi. Ikkinchi kuni esa 25 km/soat tezlik bilan harakatlangan edi va 4 daqiqa kechikib bordi. Demak, 25 bilan harakatlangan edi, 4 daqiqa kechikib bordi. Yana qo'shiladi. 4 daqiqani soatga aylantirsak 1/15. Teng yana xuddi shu s masofani bosib o'tar ekan. Bizdan so'ralayotgani velosipedchi qanday tezlik bilan harakatlansa belgilangan vaqtda yetib boradi deyapti. Bizda mana bu xuddi o'sha t vaqt o'zi rejadagi vaqt va v tezlik rejadagi tezlik. Bizdan v so'ralyapti. Rejadagi vaqtni topamizdan qo'yib rejadagi tezlik topib olamiz. Umuman top. Xo'p, s tengisdan foydalanamiz. S teng s. 20 t plyusdan 20/6 teng 25 t plyusdan 25/15. Xo'p, ayirishib o'tsa 5 t teng bu yoqqa ayirishib o'tsa umumiy maxraj 30 bo'ladimi? Bunga nechtadan beramiz? 5 tadan 100 ayrilgan 50 taqsim 30. Xo'p, 5 t teng 50 taqsim 30. T teng 2 taqsim 3 bo'ladimi? Xo'p, joyiga qo'yamiz. S topib olamiz. S teng 20 ko'paytirilgan 2/3 plyusdan 1/60. Necha qoladi? Qo'ysak necha bo'ladi bu? 4 5/6. Xo'p, S teng 100/6 ni beradi. Xo'p, endi bizga 100/6 teng rejadagi vaqt qancha ekan? 2/3 mi? Ko'paytirilgan rejadagi tezlik. Bu bilan soddalashsa, bu yerda 2 qoladi, 50. 50 da 2 ga bo'lsak, v teng 25/2 bo'lib qoladimi? Yo'q. 2 100/25 bo'lar ekan, to'g'ri. Yo'q, bizga 25 chiqmasi kerak bu. 1/3 bo'ladi mana. 5 ga bo'lmabmiz. 5 ga bo'lsa mana 1/3 bo'lishi kerak bu. Demak, mana bu necha bo'ladi? 2 3 1/2 bo'lar ekan. Demak, masofa 10 ga teng ekan.
10 teng v ko'paytirilgan 1/3 v teng 30 chiqishi kerak meniki. Xo'p. Keyingi misolimiz 73. Birinchi jo'mrak orqali 1 sekundda harorati 15 gradus bo'lgan 4 ml suv tushadi. Xo'p, ikkinchi jo'mrak orqali 1 sekundda harorati 19 bo'lgan 5 ml suv tushadi. Ikkala jo'mrak bir vaqtda ochilsa, birgalikda 20 sekundda harorat necha gradus bo'ladi? Xo'p. Birinchi jo'mrakdan qancha tushar ekan? 4 ml. Xo'p, harorati 15 gradus deyilganmi? 15 taqsim 100. Xuddi bu foizli ishlanadi bu. Ikkinchi jo'mrakdan 5 ml harorati 19 taqsim 100. Ko'paytirilgan 20 sekund ochib qo'yildi. Endi qaranglar. Bittasidan 4 ml, bittasidan esa 5 ml tushyapti 1 sekundda. 1 sekundda ikkalasi necha ml tushadi? 9. 20 sekunddachi? 180. 180 ko'paytirilgan k taqsim 100. Biz k'ni topishimiz kerak. Demak, buni ko'paytirsak necha bo'ladi? 60 mi? 60 95. 95 20 ko'paytirilgan 60 ga 95 qo'shsak 100 teng. Xo'p, 180 k 100 lar qisqartirib yubordim. Xo'p, bu bilan musodarashsak 9 qoladi. K teng 155 taqsim 9. Bu 17,2 taqsim 9 bo'lsa kerak. Javobimiz D javob ekan. Keyingisi 74-misol. 74-misol. Mikrofonimiz o'chib qolgan yo'qmi? 36 ishchi 8 soat ish kuni 8 soatlik ish kunida bir ishni 40 kunda bajara oladi. Demak, bitta ishchining unumdorligi A bo'lsin. Demak, A harakat bilan, A unumdorlik bilan bitta ishchining unumdorligi. Bitta ishchining ish qila olish qobiliyati. Xuddi shunday 36 kishi ekan, 8 soatlik ish soati bilan 1 soatda qiladi-da bu. Xo'p, 40 kun ishlayapti. A ish bajarilyapti. Ya'ni bitta ish bajarilsin, bir yozib qo'yaylik mana shu yerga. Ishning 1/5 qismi bajarilgach, endi qaranglar. Bitta ish 40 kunda bajarilsa, 5/1 qismi bajarildi. Necha kun ishlagan bo'ladi? 8 kun. Demak, 8 kun. Dastlab 8 kun ketdi. 8 kun bajarildi, 1/5 qismi bajarilishi uchun. 8 kun ketdi, bajarilgach ishchilarga yana 4 kishi qo'shildi va ular 9 soatlik ish kunida 8 kun ishlashdi. Endi bitta unumdorlik topaylik-da. Bitta unumdorlik qanday bo'lib qoladi? 1/36 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 40. 320 desak bo'ladi mana buni ko'paytirilgan 320. Demak, xuddi shunday unumdorlikdan necha kishi bo'lib qoldi? 4 kishi qo'shildi. 4 kishi qo'shilgan bo'lsa 36 kishi necha kub qiladi endi bu? Demak, 1/36 ko'paytirilgan 320 ko'paytirilgan 40 kishi bo'ldi. 9 soat unumdorlik bilan 8 kun ishladi. 8 kun. Demak, mana yerga ikkinchi vaqtga ham ketdi 8 kun. Qancha ish qoladi? Hozir 1/5 qismi ketdi-ku. Endi qancha ish qolishini, bajarilishini topishimiz kerak. Qancha ish ketganini. 8 bilan ketadi. Xo'p. 1/9 qismi. Demak, umumiy hisobda qancha ish bajarilgan? 9/20 qismi bajarildimi? Qancha qismi qoladi? 11/20 qismi qoladi. Xo'p. So'ngra yana 4 kishi kelib qo'shildi. Necha kishi edi ular?
40 kishi bo'lib qoldi, endi 44 kishi bo'ldimi? 44 kishi A unumdorlik bilan. Unumdorligi qancha edi? 36 ko'paytirilgan 320. Xo'p. Qo'shildi va ular ham 4 soatlik ish kuni, 9 soatlik. 9 soat ish kuni bilan T kun ishlashdi. Natijada 11 taqsim 20 ish bajarildimi? Davom ettirib ishni tugatishadi. Tugatdi. O'xsh qolmagan. Butun ishni bajarishga jami necha kun vaqt ketadi? 8 kun ketdi. Mana yerga yana bitta 8 kun ketdi. Endi mana bu tini topsak, o'shani topishimiz kerak jami. Xo'p, bu bilan soddalashsa necha bo'lib qoladi? Bu soddalashar ekan. 4 bilan 44. Xo'p, 4 bilan 44 soddalashsa 11 qoladi. Mana yerda 320 joy turaversin. 320. 11 taqsim 320. 11 bilan soddalashtirsakchi? T taqsim 320 teng 1 taqsim 20. T teng 16. Demak, qolgan ish 16 kunda bajarilgan. Jami 8 qo'shilgan 16. 32 kunda ish o'sha tugagan. Siz javob ekan. Keyingisi 75. Yuk tashish mashinasi 240 km yo'lni bosib o'tish kerak edi. Mashina yo'lning o'rtasida 30 daqiqa to'xtab qolgach, tezligini 20 km ga oshirib, belgilangan joyga o'z vaqtida yetib keldi. Mashina yo'lning ikkinchi yarmini bosib o'tishga ketgan vaqtni, soatni toping. Xo'p, o'zi u v tezlik bilan t vaqtda 240 km bosish kerakmidi? Shundaymi? Endi u yo'lni yarmigacha o'sha reja bo'yicha keldi, to'g'rimi? Yo'lni yarmigacha. Yo'lni yarmigacha vaqtning ham yarmi ketgan. Qanchasini bosib qo'ydi? 120 sini bosib qo'ydimi? 120 sini bosib qo'ydi. Endi yo'l o'rtasigacha dedik-ku. Yo'l o'rtasi yarim soat to'xtab qoldimi? Endi tezligini qanchaga oshirdi? Tezligini 20 km ga oshirdi. V plyusdan 20. Lekin vaqtning yarmi qolgan endi, undan yarim soat ketdi, to'xtab qoldi. Lekin mana shu masofani bosib o'tdi. Mana shu bizdan so'ralayotgan mana bu narsa. Yo'lning ikkinchi yarmini bosib o'tish uchun qancha vaqt sarfladi deyapti. Xo'p. Biz vaqt kerak ekan v ni topib olamiz. V teng 240 taqsim 240 taqsim t. Joyga qo'yamiz. 240 taqsim t plyusdan 20 ko'paytirilgan t minusdan 1 taqsim 2 teng 120. Shundaymi? Bu yoqqa o'tkazamiz. 240 plyusdan 20 t minusdan 1 teng 240 t. 2 bilan t bu yoqqa ko'paytirishyapti. Ochib chiqamiz. 240 t plyusdan 20 t. Hop, minusdan 240 minusdan 20 t. Mana t kvadrat edi adashdim. Teng 240 t. 240 talar soddalashib ketdi. Hop, 20 ga bo'laversak t kvadrat minusdan t minusdan 12 teng 0. T teng 4, t teng minus 3. Bunisini olamiz. Demak, bizdan nima so'ralgan? Mana shu so'ralganmidi? Mana bu narsa. 4 ayrilgan 1 taqsim 2. 1,5 soat vaqt sarfladi. Xo'p, keyingi masalamiz 76. Ikki sohil orasidagi masofa 35 km. Qayiq borib kelish, ya'ni 70 km uchun borib kelish uchun 6 soat vaqt sarfladi. Daryo oqimining tezligi 2 km taqsim soat. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi oqim tezligidan qancha marta katta? Qayiq tezligi. Xo'p. Qayiq tezligini v1 deyman.
Oqim tezligi esa 2 ga teng ekan. Xo'p. V deyaveraylik, o'zi bitta v qatnashyapti. Xo'p. Borish uchun t vaqt sarflasin 35 kilometrga. Qaytayotganda qancha qoladi endi? V minus 2 bo'ladi. Qaytayotganda 6 soatdan qolgan vaqtda. Bunga ham 35 kilometr. Xo'p, bizdan vaqt so'ralyaptimi? Yo tezlik so'rar ekan-a? Tezlik so'rayotgani uchun t ni ifodalab olaman. T teng 35 taqsim v plyusdan 2 joyiga qo'yaman. V minus 2 ko'paytirilgan 6v plyusdan 12 plyusdan 35 taqsim v plyusdan 2 teng 35. Xo'p. V minus 2 ko'paytirilgan 6v plyusdan necha bo'ladi yig'indisi? 47 mi? Mana minus bo'lish kerak ekan-a? Mana yerga qo'ydim-da hozir. Minus bo'lsa bu necha bo'lib qoladi? 23 teng 35v plyusdan 70 qoladimi? Mana ko'paytirib o'tsa bu yoqqa. Xo'p. Ko'paytirib chiqamiz. 6v ning kvadrati minusdan 23v minusdan 12v plyusdan 46 teng 35v plyusdan 70. Ayirish o'ta hammasi. 6v ning kvadrati bo'lmagan gap. 35 minusdan 70v bo'lib qoladi. Xo'p, bu esa minusdan 24 qoladi menimcha. Xo'p, 6v ning kvadrati plyusdan 2v minusdan 72v minusdan 24 teng 0. 2v ni chiqarib olsak 3v plus 1 minus 24 chiqarib olsak 3v plus 1 teng 0. V teng minus 1 taqsim 3, v teng 12. Mana shu kerak bizga. Oqim tezligi qancha edi? 2. Necha barobar deyapti? 6 barobarmi? Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi 12 km va daryo oqimi bo'yicha yana 12 km suzib o'tdi. Agar u daryo oqimiga qarshi suzish uchun daryo oqimiga bo'yicha suzgan vaqtdan 1 soat ko'proq vaqt sarflagan bo'lsa, turg'un suvdagi tezligi, tiniq suvdagi tezligi debdi. 9 soat kilometr bo'lsa, daryo oqimining tezligini toping. Xo'p, yaxshi. 12 km masofani 9 minusdan v oqim tezligi v deymizda. Ko'paytirilgan t vaqti sarflagan bo'lsa, yana o'sha 12 kilometrni 9 plus v da va t minus 1 da bosib o'tibdi. 1 soat kamroqda. Bizdan so'ragani daryo oqimining tezligini toping. Demak, t ni ifodalab olamiz tepadan. T teng 12 taqsim 9 minusdan v joyiga qo'yamiz. 12 teng 9 plyusdan v ko'paytirilgan 12 minusdan 9 plyusdan v bo'lib qoladimi? 9 minusdan v. Xo'p. 108 minusdan 12v teng 9 plyusdan v ko'paytirilgan 3 plyusdan v bo'lib qoladi. Tushunaymi? To'g'ri yozimmi? Xo'p, yaxshi. 108 minusdan 12v teng 27 plyusdan 9v plyusdan 3v plyusdan v kvadrat. V kvadrat minusdan 24v. Xo'p. 108 ga 27 tenglasang necha bo'ladi? 81 mi? Plyusdan yo'q. Bu plyus bilan minus 81 teng 0. V teng minus 27 v teng 3. Buni so'rayman. Demak, oqim tezligi 3 ga teng ekan. 77 bo'ldi. 78-chi misol. Bir maktabda A va B sinflardan A sinfda B sinfdan 6 ta ko'p bola bor ekan. Demak,
A va B sinflari. A sinfda x plus 6 ta ekan, B sinfda esa x ta bola bor ekan. Xo'p, agar 5 ta bola A sinfdan B sinfga o'tsa, 5 ta ayiramiz, nima bo'ladi? X plus 1 bo'lib qoladimi? X plusdan 5 bu yoqqa o'tsa, unda A sinfdagi bolalar soni B sinfdagi bolalar sonining yarmiga teng bo'ladi. Demak, 2 ga ko'paytirsa bunga teng bo'lar ekan. Bo'ladi. Dastlab A sinfda nechta bola bo'lgan? X plus 6 so'rayapti. Ko'paytirib chiqsak, 2x plus 2 teng x plusdan 5, x teng 3 teng 9 ta. Wow. Yangi ochilgan maktab bo'lganmi? Lekin bitta sinfda 9 ta bola. Xo'p. 79-masalaga o'tamiz. Omborda qutilarga stiker yopishtirish ishlari ketmoqda. Sodiq 1 soatda 24 ta qutiga stiker yopishtiradi. Demak, Sodiq va kim ekan? Ikkinchisi Murod ekan. Murod. Sodiq 24 ta, 1 soatda, bunisi esa 26 ta yopishtirar ekan. Ikkalasi ham bir xil miqdordagi qutilarni belgilaydi. Demak, ikkalasi ham bir xilda. Xo'p, Murod ishni Sodiqdan 10 daqiqa oldin tugatdi. Demak, Murod soatiga 26 tadan yopishtirib, t minusdan 10 daqiqa 1 taqsim 6 mi? Da tugatdi A ta ishni. Bu esa 24 ta soatiga 24 ta yopishtirib, t vaqtda tugatdi. Har biri nechtadan qutini belgilagan? Bizga A so'ralyapti. Xo'p, A teng A'dan foydalansak, 26 t minusdan 26 taqsim 6 teng 24 t. 2t teng 26 taqsim 6. T teng 13 taqsim 6. Hop, joyga qo'yamiz. 24 ko'paytirilgan 13 taqsim 6 teng A. A teng 52 ta ekan. Saksoninchi masala. Velosipedchi ikki shahar orasidagi masofani 4 soatda, piyoda esa 6 soatda bosib o'tadi. Agar ikkalasi bir-biriga qarab bir vaqtda yo'lga chiqsa, necha soatdan keyin uchrashadi? Xo'p. Demak, S masofani velosipedchining tezligi. Velosiped ko'paytirilgan 4 soat. S masofani V piyoda 6 soat. V velosipedni nechiga teng qoladi? S taqsim 4 mi? V piyodachi? S taqsim 6. Endi ikkalasi bir-biriga qarab yursa, S taqsim 4 plyusdan S taqsim 6 ko'paytirilgan t vaqtda, hop, S masofani bosib. S'lar qisqarib ketdi. Uy mahraj 12, 3 tadan 2 tadan 5 t taqsim 12 teng 1. T teng 2,4. B javob. Xo'p, keyingisi 81 kerak emas, 82. Suzuvchi ko'prik ostida ketyapti. Kepkasini yo'qotdi va buni 3 minutdan keyin payqadi. U 3 minutgacha suzishda davom etgan. Xo'p, orqaga qaytdi va kepkani ko'prikdan 100 metr masofada quvib yetdi. Daryoning shu qismidagi suvning oqim tezligini toping. Demak, nechinchi masala dedik? 82 mi? Xo'p, mana bu ko'prik loyihasi. Ko'prik. Xo'p. Kepkasini yo'qotdi, mana bu yerda, mana shu yerda kepkasini yo'qotdi. Demak, kepka o'sha paytning o'zida bu yoqqa qarab suzib boshladi.
Bu yoqqa qarab suzib boshladi. 3 minut suzdi. Bu esa kepkasi yo'qolganini bilmasdan turib 3 minut bu yoqqa qarab suzdi. Suzuvchi. Xo'p. Kepkani tezligi qanday bo'ladi? Oqim tezligi bo'ladi. Demak, V0 deganimiz oqim tezligi suzuvchining tezligi esa V1 bo'lsin. Endi suzuvchi bu yoqqa qarab suzayotgan bo'lsa, oqimga qarshi suzayotgan bo'lsa, u V1 dan ayriladi V. Demak, bu tezligi V1 minusdan VO bilan qancha suzdi? 3 minut kilometrdan soatda ifodalaning, 3 minut soatga aylantiring. 1/20. Endi buchi VO 3 minut suzdim bu yoqqa qarab 1/20. Endi tasavvur qilinglar. Mana shu yerda bu kepkasi yo'qolganini bildi va sraz orqaga suzishni boshladi. Bu joyda to'xtab turmaydi, bu ham suzaveradi. Bu qanday tezlik bilan suzadi? VO tezlik bilan ketyapti. Xo'p, ketyapti. Buchi VO plyusdan V1 tezlik bilan qo'yapti. Oqim tezligi ham qo'shiladi suzuvchining tezligiga. Endi orasidagi masofani topib olishimiz kerak. Orasidagi masofa o'sha payt demak qochayotganning tezligi qo'yayotgan tezligidan ayrilarmidi? Shuni ayrilsa, xo'p. Nima kelib chiqadi? V1 kelib chiqadimi? Xo'p. Demak, xuddiki bunday bo'lyaptiki, bu bitta joyda turibdi. Bu esa tezlikda suzib yetib olganday bo'lyapti, to'g'rimi? Endi qayerda yetdi deyapti? Ko'prikdan 100 metr uzoqlikda yetdi deyapti. Ko'prikdan 100 metr uzoqlikda. Bu mana shuna mana yoqqa silishsa, mana 100 metrda yetib olgan bo'lsa, 100 metrda 100 metr teng. Orasidagi masofa 100 metr bo'lib qo'ydi bu. Hozir shu turish 100 metr bo'lgan. Nimaga? Mana shuni o'zgarmaydi bu. Bu yoqqa chunki xuddiki hozir bu qo'sh tezligi VO plus V1 bo'ldi-ku. Endi bu shunday turib bu yoqqa qarab suzgan bo'lsa, mana bu joyida turgan bu yoqqa qarab suzib borganday bo'lyaptimi? Ha? Xuddi oqim tezligi ham o'zining ham tezligi qo'shilgandan keyin u oqim tezligida harakatlanayotgan bo'lsa, u joyida turib xuddi o'z joyida tursa, bu esa o'zining tezligiga yetib borganday bo'ladi. Endi o'zining tezligiga yetib borganday bo'lsa, u ko'prikdan suzib boshlaydi kepka. Kepka ko'prikdan suzib boshlaganda 100 metr masofani bosib qo'yibdi. Demak, bu orasidagi masofa 100 metrni tashkil qiladimi? 100 metrni 1/20 tezlik bilan V1 bosib o'tdi. 3 minutda. Demak, V1 ning tezligi qancha bo'ladi? 2000 metr. Demak, V1 1 soatda 2000 metr masofani bossa, bu 2 kilometr bo'ladimi? Biz hozir suzuvchining tezligini topdik. Endi sizlarga savol. Suzuvchi 3 minutda 100 metr masofani suzsa, xo'p, kepka dastlab suzuvchi kepkasi yo'qolganini bilishdan oldin 3 minut suzdi. Keyin suzuvchi yetib olguncha 3 minut suzdi. Jam necha minut suzgan bo'ladi? 6 minutda necha metr suzdi? 100 metr. Ko'prikdan to kepka ushlangan joygacha 100 metr. 100 metr masofani xo'p, VO
6 minut soatga aylantirgancha bo'ladi. 1/10. Demak, VO deganimiz 1 kilometr taqsim soat. Oqim tezligi chiqdi 1. Javob A variant. Endi 83 ni ko'ramiz. Bir zavodda 3 nafar ishchi bir xil hajmdagi ishni bajaradi. Birinchi va ikkinchi ishchi bu ishni birgalikda 8 soatda tugatishi mumkin. Birinchi va uchinchi ishchi bu ishni birgalikda 12 soatda bajaradi. Ikkinchi va uchinchi ishchilar 24 soatda tugata oladi. Xo'p. 83 dedikmi? 83 o'z osonidan ishlamasagan bo'lardi. Xo'p, birinchi ishchi A soatda tugatsin. 1/A unumdorligi 1/B unumdorligi bu 1/8 soat. 1/B plyusdan 1/S ikkinchi bilan uchinchisi 24 soatda tugatyapti. Birinchi bilan uchinchi esa xo'p 12 soatda tugatyapti. Xo'p, uchalasi birgalikda ishlasa qancha vaqtda tugatadi? Qo'shib yuboramiz nima bilan? 2 ko'paytirilgan 1/A plyusdan 1/B plyusdan 1/S bo'ladi. 10/24 3 1 4 4 2 ni qo'ysak 6 6/24 1/4 mi? Demak 1/A plyusdan 1/B plyusdan 1/S ko'paytirilgan t teng bu necha bo'ladi? 1/8 qoladimi? T kerak bizga. Qachon 1 bo'ladi? T teng 8. Mana 1 ga teng bo'lishi kerak adashib ketdi. Mana 1 ga teng bo'lsa 1/8 bo'ladi. Bu yoqqa qo'ysa t teng 8 ga chiqadi. Xo'p. 84-masala. Ikki shahardan qarama-qarshi yo'nalishda mana shu bir-biriga qarab bo'lish kerak. Qarama-qarshi xato ketgan shu. Yo'nalishda ikki poyezd bir xil tezlikda yo'lga chiqsa, o'rtadagi S shaharda 5,5 soat uchrashadi. Bir xil tezlikda harakatlanibdi. V. Demak, bir-biriga qarab yurgan bo'lsa, 5,5 soat uchrashgan bo'lsa, 2V ko'paytirilgan 5,5 bo'ladimi? S masofa 11V bo'ladi. Agar poyezdlardan biri tezlikni 10 km/soatga oshirsa, ular S shahardan 25 km masofada uchrashsa, dastlabki poyezdlarning tezligini toping. Xo'p. Endi bittasi tezlikni oshirdi. V plyusdan 10 ga oshirdi. Natijada t vaqtda yo'lning yarmidan 11s/2 dan 11v/2 dan hop 25 km ko'p masofani bosdi. Shundaymi? Ko'proq masofani bosdi. Ikkinchisi esa v tezlik bilan t vaqtda o'sha yo'lning yarmidan 25 km kam masofani bosdi. Chunki bu ertaroq kelib qo'ydi-da. Xo'p, bizdan nima so'ralyapti? Poyezdlarning dastlabki tezligini toping. Xo'p. Ko'paytirib chiqaylik-da, tepani. Vt plyusdan 10t teng 11/2v plyusdan 25. Mana bormi bizda? Bu yoqqa o'tkazsak nima bo'ladi? 10t teng bu ikkalasi soddalashib ketadi, 50 ga teng qoladi. T teng 5. Demak, keyingi safar 5 soat uchrashgan ekan. Xo'p. T teng 5 bizga v kerak edi. Joyga qo'yamiz mana yerga. 5v teng 11v/2 minusdan 25. Bu yoqqa o'tsa 25 teng bu v/2. V teng 50. Demak, oxirgi savolni ko'ramiz 85 da. Uni yog'ini ko'p ko'rganmiz, tushgan savollar kerak emas, tushgan savollarni ko'rmaymiz. Xo'p.
Husanbek o'qish orayida Apelius kitobining 3 xil ko'rinishi sotiladi. Demak, eski nashrdagi kattasi 75 ming ekan, eski nashrdagi kichkinasi 50 ming so'm ekan. Xo'p. Yangi nashr esa 60 ming so'm ekan. Xo'p. Bir o'qituvchi markazdan jami 14 ta kitob sotib oldi. Xo'p. Eski kattasi X ta, eski kichkinasi Y ta. Xo'p. Yangi nashri Z ta. Jami 14 ta kitob sotib oldi. Bu 75 mingdan, bu 50 mingdan, bu 60 mingdan. 75 ming ko'paytirilgan X qo'shilgan 50 ming ko'paytirilgan Z, Y plyusdan 60 ming ko'paytirilgan Z teng. Xo'p, o'sha 940 ming so'm pul to'lagan deyapti. 3 ta nolni o'chirib tashlaymiz, 3 ta nolni o'chirib kelyapti-ku yo'qda. Xo'p, o'sha hammasi X plus Y plusdan Z deganimiz 14 ta ekan. Xo'p, X plusdan Y keltirib olamiz. 14 minusdan Z. Xo'p, nechta qilyapti? Joyiga qo'yamiz. Bunda tepadan 5 ga bo'lib olinglar, tepani lukka. 15 X plusdan 10 Y plusdan 12 Z teng 100 necha? 88. Xo'p, mana buni 5x ni chiqarib olamanda 5x plusdan 10 ko'paytirilgan x plusdan y plusdan 12z teng 188. X plus y buni yozaman. 5x plusdan 140 minusdan 10z plusdan 12z teng 188. Hisoblasak 5x plusdan 2z teng 48 mi? Endi son tanlaymiz, boshqa iloji yo'q. Chunki tenglamamiz 2 ta, noma'lumlar 3 ta yotibdi bu yerda. Shuning uchun son tanlamasak iloji yo'q. Xo'p, endi qaranglar. Jam nechta edi? 14 ta. Mana bu butun sonmi bular? Natural sonlarmi? X joyiga agar 8 tanlanglar x joyiga. Necha bo'lib qoladi? 40. Z teng necha bo'ladi? 8 4 keyin y kitob 2 ta bo'lib qoladimi? Balans bu yerda. Xo'p, 8 tadan kam kitob tanlanglarchi. 7 tanlasalar nima bo'lib qoladi? Bu yerga 35. Bu 2z teng necha bo'lib qoladi? 13 ta bo'lib qoladimi? 6,5 ta kitob berish mumkinmi? Yo'q. Xo'p, endi 6 ni qo'yib ko'ringlar. 6 qo'yib ko'rsangiz necha bo'ladi? 30. Xo'p, 30 dan ayirsalang 18. Xo'p, x ning 6 bo'ldi. Z ning necha bo'lib qoladi keyin? 9. O'zi bu kitob nechta bo'lib ketyapti? 15 ta bo'lib ketyapti. O'zi jami nechta kitob bo'ldi? 14 ta kitob bo'ldi. Demak, bo'lmas ekan. Endi juft son tanlashimiz kerak bu yerga. 4 qo'ysak ham bo'lmaydi. 4 qo'ysadan 20 bo'ladidan 20 ayirish o'tadi. Z teng 14 bo'lib qoladi. 14 ga 4 18 bo'lib ketadi. Y kitob yo'q degan taqdirimizda ham. Shuning uchun faqat optimal variant mana bu bo'ladi. Z teng 4 degan javobga to'g'ri keladi.